Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizning e'tiboringizga Silkway korporatsiyasiga yaqindagina kirib kelgan ajoyib mahsulotimiz Sasuriya haqida ma'lumotlarni to'liq batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Sasuriya 5000 yillik tarixga ega bo'lgan Tibet tabobat retseptlari asosida ishlab chiqarilgan. Sasuriya o'simligi 3000 metr balandlikda Tibet tog'larida o'sadigan o'simlik, 21 gradus minus darajada o'sadigan o'simlik. 5 yilda bir marta gullaydi va o'sha gullaridan mana shu mahsulotimiz tayyorlanadi. Bu mahsulotdan tayyorlangan kokteylimiz uzoq umr ichimligi hisoblanib, organizmdagi ko'pgina kasalliklarga o'zini shifosini beradi. Oshqozon ichak sistemasini yaxshi tozalaydi, antigilmentniy effektga ega, ya'ni parazitlarga, gijjalarga qarshi yaxshi ishlaydi. Nafas olish organlarining har qanday kasalliklarda, pnevmoniya, bronxit, hattoki tuberkulyozda ham natijalar juda zo'r bo'lyapti. Va tayanch harakat organlarida, jigarda, buyrakda juda ham yaxshi ta'sir qiladigan mahsulot hisoblanadi. Hattoki suyak sil kasalligida ham juda yaxshi natija berayotgan mahsulot hisoblanadi. Inson organizmida immunitetni ko'taradi. Sasuriya mahsulotimiz nafaqat organizmni tishlak toksinlardan tozalaydi, balki uni vitamin, minerallarga, makro va mikro elementlarga to'yintirib beradi. Sasuriyani organizmda qanday ishlashini hozir kichkinagina tajribada sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana idishimizga guruch soldik, o'zimizni guruchdan. Bunga suv quyamiz. Tasavvur qiling, guruch organizmingizdagi hujayralar. Endi biz mana shu yod bilan, aptekada sotiladigan oddiy yod bilan o'sha hujayralarni o'zgartiramiz organizmga. Ichagingizda shunaqa hosil bo'ldi, toksin shlaklar deylik. Mana guruchi qoragani ko'rinib turibdi. Endi shunga bizning mahsulotimiz Sasuriyadan asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Ko'z o'ngimizda Sasuriya solingandan keyin suv rangi o'zgardi va sekin-sekinlik bilan mana guruchi ham rangi oppoq bo'ldi. Shunday darajada organizmga tushishi bilan minutlarda o'zini ta'sirini o'tkaza oladigan ajoyib mahsulotimiz Silkway korporatsiyasiga